So'nggi yillarda asosan faqat APLda chempionlik poygasini ko'rib kelayotgan edik, lekin bu mavsum Angliyada deyarli hamma jamoalarda muammolar bor va bitta jamoa super formada Liverpool. Ispaniyada esa hammasi aksincha qiziqib bormoqda. Ha, bu yana o'sha 3 ta jamoa, lekin qiziq, kim chempion bo'lar ekan? Bugun har bitta jamoa uchun 3 tadan sabab keltirib, chempion nomini aniqlab ko'raman. Juda ham qiziq video. Demak, La Liga 24-25-mavsumni yutadi Real Madrid, Barcelona yoki Atletico Madrid. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shuhrat, Setnata Sports O'zbekiston kanali tayyor bo'lsanglar, boshladik. La Ligani bu mavsum yutadi Atletico Madrid va birinchi sabab himoya. La Ligada Real bilan ikkita o'yinda ham bir-bir o'ynadi. Vaholanki Realda Mbappe, Vini, Bellinghamlar bor edi. La Ligada Barsani 2-1 yutadi. Chempionlar Ligasida PSJni 2-1 yutadi. Bu o'sha biz bilgan 2014-yilgi Atleticoni o'yini desak adashmaymiz. La Ligada Atletico eng kam gol o'tkazish bo'yicha birinchi o'rinda. 24-25-mavsumda to'pni olib qo'yish bo'yicha birinchi o'rinda Atletico himoyachisi Jimenez. Aniq paslar bo'yicha ikkinchi o'rinda Lenormand 89% bilan va Oblak bu mavsum seyflari bo'yicha chempionatdagi eng yaxshi darvozabon 80% bilan va chempionlarda har doim shunaqa ko'rsatkich bo'ladi. La Ligani yutadi Real Madrid va birinchi sabab muammolar endi hal. Mavsum boshida jamoada ko'plab muammolar bor edi. Himoyachilar jarohati, Bellingham, Mbappedan golsiz seriyalar va hokazo. Lekin hozir aynan shu muammolarning barchasiga yechim topildi. Himoyada Asensio asosiy futbolchi, Rudiger Alaba jarohatdan qaytishdi. Bellingham yana top formada. Mbappe o'z joyini, o'z nuqtasini topib oldi va hozircha chempionatda ikkinchi top urar. Yana muammolar bo'lsa, Ancelotti bularni bemalol hal qila olishiga ishonchim komil. Barsa mana haqiqiy chempion va birinchi sabab Hansi Flick, hozircha dunyoning eng yaxshi murabbiylaridan biri. Mavsum boshidan hozirga kelib Barselona tarkibi 125 millionga oshdi. Bu jamoa murabbiyi bor futbolchilarining maksimal potensialidan foydalangan degani. Himoyada har xil variantlar, yarim himoyada Pedrini yangi Iniesta qilgani, akademiyadan Casadoni Busquetsga aylantirayotgani va 2 yil avval nega bizga kerak degan Rafinha, o'tgan mavsum eng yomon futbolchilardan biri Lova va maktab o'quvchisi Yamal. Aynan shu tarkib bilan erishayotgan natijalariga shunchaki turib bravo deyish kerak xolos. Atletico yutadi va ikkinchi sabab zaxira. Diego Simeone bu mavsumda zaxiradan juda yaxshi foydalanmoqda. La Ligada o'yinchi almashtirish bo'yicha birinchi o'rinda 115 tadan oshiq. Shunchaki bu mavsum jamoa hujumchilarining statistikasiga e'tibor bering. Har bitta hujumchisida 10 tadan ko'p gol bor. Vaholanki argentinalik murabbiy ularni hamma o'yinda almashtiradi. Deyarli hamma o'yinda. Mayli, mana yana asosiy faktor. Atletico futbolchilari bu mavsumda La Ligada zaxiradan maydonga tushib gol urganlar orasida birinchi o'rinda. Bu haqiqiy mashina jamoa. Real yutishiga ikkinchi sabab hujumchilar. Agar Atleticoda Alvarez yoki Griezmann jarohat olsa, kim? Faqat Serlotga ishonishadimi? Barsada hamma o'sha maqtayotgan triodan kimdir bo'lmasa-chi? Lewandowski, Rafinha yoki Yamaldan Ferran Torresmi? Real to'liq triosi siz ham yaxshi natija ko'rsatib kelmoqda. Ya'ni payti bo'ladi Rodrigo o'zi hal qilib qo'yadi yoki Vinicius yoki mana katta jamoalarga qarshi Mbappe. Bekorga noyabr, dekabr va yanvar oylarida La Liganing eng yaxshi futbolchilari hammasi Realniki emas va ba'zida individual harakatlar ham chempionlikka asosiy sabab bo'lib qoladi. Barsa yutadi. Ikkinchi sabab katta uchrashuvlar. Real bilan La Ligada 4-0, Superkubok finalida 5-2, Bavariya bilan 4-1. Shu faqat qasos olinmagan hozircha PSG bilan Liverpool qoldi-da. La Ligada Real bilan ham, Atletico bilan ham hali bittadan turlari bor. Futbol ekspertlari, XG'lar, shunchaki futbol tushunadigan har bir muxlis uchun bu o'yinda Barsa favorit. Va aynan shu o'yinlarda yutib, Barsa bu mavsum La Ligada kim chempion bo'lishiga nuqta qo'yadi. Atletico chempion va uchinchi sabab xarakter. Atletico umuman top 5 chempionatda 75-daqiqadan keyin urganlar orasida birinchi o'rinda, 30 dan ortiq gol. Bu degani jamoa oxirgacha o'ynab xarakter ko'rsatib keladi. Real, Barsa, PSG ularga qarshi Atletico o'yin jihatdan yomonroq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin aynan xarakter tufayli durang yoki g'alabaga erishdi. Va yana qaytaraman, aynan xarakter tufayli jamoa 2014 va 20-yillarda La Ligada chempion bo'lgan. Haqiqiy chempion bu Real va uchinchi sabab yetarlicha
kuch. Realda jarohat olgan futbolchilarning deyarli hammasi bahorgacha qaytishdi yoki endi qaytishadi. O'zi Real bahorga kelib monster jamoaga aylanadi va bu nafaqat Chempionlar Ligasi, balki hamma turnirlarda. Qolgan jamoalar hozir bor kuchini ishlatsa, Real ertasini ham o'ylab o'ynaydi. So'nggi payt Realda bittada hamma Galacticos o'ynagan payti eslolmayman va bilasizmi nega? Aytib o'tganimdek, individual harakatlar jamoani tortib kelmoqda. Lekin bu hozircha. Endi tasavvur qiling, mavsum so'ngida hamma jamoalar charchagan payt Real bittada Galacticos motorini ishlatsa, kim to'xtata oladi? To'g'ri, hayotga real ko'z bilan qaraymiz, lekin chempion baribir Barsa va uchinchi sabab trio: Rafinha, Lewandowski, Yamal. Rafinha hozirgi statistikasi bilan oltin to'pga asosiy da'vogar Salah bilan. Chempionatning o'zida 13 ta gol, 7 ta assist. 17 yoshli Yamal esa Barselona tarkibida 2005-6 mavsumdan beri raqiblarni aldash bo'yicha allaqachon rekord o'rnatdi. Ya'ni 22-turgacha 21 ta aldash plus chempionatning eng yaxshi assistenti 11 ta bilan. Lewandowski flik qo'l ostida yana kuchaydi. La Liganing eng yaxshi to'purari allaqachon 21 ta gol bor. Bekorga Barsa bu mavsum eng ko'p gol urgan jamoa emas. Agar bu shunaqa davom etaversa, hali bu trio bilan bemalol treble ham yutsa bo'ladi. Chempionatni eng qiziq pallasi hali oldinda va mana endi har bitta o'yinni ko'rish kerak. La Liga uchrashuvlarini barchasini Setanta Sport sayti yoki ilovasi orqali ko'rishingiz mumkin. O'zi bu mavsum La Ligani kim yutadi deb o'ylaysiz? Real, Atletico, Barselona? Izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Shuhrat bo'ldi. Setanta Sport O'zbekiston kanali. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.